shikoyatlari, demak, burun nafas olish qiyinligi, hid bilmaslik, doimiy bosh og'riqlarga shikoyat qilgan, tomoqqa har doim balg'am kelishiga shikoyat qilyapti. Tekshirib ko'rganimizda, kompyuter tomografiyasida burun va burun yondosh bo'shliqlarida deyarli hamma qismida poliplar aniqlanyapti. Surunkali rinosinsit polipozni. Bu holatda faqat operativ davo yordam beradi. Demak, poliplardan to'liq tozalaymiz, burun yo'llarini ochamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, o'ng burun yo'li poliplar, burun yo'li to'liq pastga qarab oqib tushib kelyapti. Hozir shu poliplarni olib, to'liq bo'shliqlarni tozalab, burun yo'llarini ochamiz, nafas olishini tiklaymiz. Operatsiyamizni yakunladik. Hozir maxsus gubkalar qo'yapmiz qonamasligi uchun. Hozir to'liq poliplardan tozalab chiqdik. Operatsiyamiz yaxshi o'tdi. Hammaga rahmat.